Rajab-i Sharif oyi haqida, Rajab-i Sharifning ro'zalari haqida fazilatli amallar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. An ibn Umar radhiyallohu anhuma qala: "Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a'u." 5 kecha borki duolar rad qilinmaydi. Laylatul jum'ati, juma kechasi. Mana ertaga juma degan tunda, payshanba kuni uxlagan paytingizdagi kecha. Avvalu laylati min rajabin, ertaga Rajab Sharif boshlayapti degan kechada. Laylatun nisfi min Sha'ban, Sha'ban Sharifning 15-kechasi, Barot kechasi. Laylatul Eid va Laylatul Nahr, Ramazon bayrami ertaga degan tunda va ertaga Qurbon bayrami degan tunda duolar qabul bo'ladi. O'sha kecha uxlamaslik kerak. Agar uxlab qoladigan bo'lsangiz ham o'sha xufton namozining farzini jamoat bilan qilsangiz, o'sha kechani ihyo qilish savobi bor. Har juma kechasi buni unutmaslik kerak. Keyin xufton namozining eng oxirgi 4 rakat farzidan keyingi 2 rakat sunnatni agar 4 rakat qilib qilsangiz, o'sha kechani ihyo qilgan bo'lib yozilasiz. Yana la ilaha illallohul halimul karim, la ilaha illallohul halimul karim, la ilaha illallohul halimul karim, robbis samawati sab'i va robbil arshil azim. Mana shu zikrni aytgan odam ham o'sha kechani ihyo qilgan bo'ladi. Yoki Laylatul Qadr surasini 10 marta yoki 100 marta o'qib keyin uxlash ham tavsiya qilingan o'sha kechalarda. Xullas kechalarni ihyo qilishga harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa uxlagandan keyin tahajjud paytida turib o'sha kechalarda ko'p duo qilish kerak. Yana hadis sharifda ma akhrajahu Abu Nuaym, bilasiz, Hilyatul Awliyo asari bor, va Ibn Asakir min hadisi Ibn Umar bi lafzin man soma awwala yawmin min Rajaba, kimki Rajab-i Sharifni birinchi kunida roza tutsa, adala zalika bi siyami sanatin, bir sana roza tutgan, bir yil roza tutganning savobini oladi. Man sama sab'ata ayyamin ughliqa anhu sab'atu abwabin nar. Kimki Rajab-i Sharifdan 7 kun roza tutsa, unga jahannamning 7 eshigi darvozasi yopiladi. Rajab-i Sharifda 7 kun roza, lekin tashqaridan hech narsa yemasdan, hech kimni g'iybat qilmasdan, hech kimga kin, g'azab olmasdan, hech kimni urishmasdan, bolalaringiz sizni achchig'ingizni chiqarsa siz kulib yuboring. Bolalaringiz sizni achchig'ingizni chiqarsa siz ularni quchoqlab oling, salovat sharifa chekib yuboring. Ammo aslo achchiqlanmang. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan o'sha kuni yashagan hisoblanasiz. Lekin kimki achchiqlansa, deyapti Abul Hasan Harqoniy hazratlari, o'sha kuni hech qanaqa ibodat qabul bo'lmaydi deyapti. Aqrabolaringiz bilan yarashib oling. Akhrajahu Abu Nuaym Abu Asakir man sama awwal yawmin min Rajaba adala zalika bi siyam sanatin wa man sama sab'ata ayyamin ughliqa anhu sab'atu abwabin nar, jahannamning 7 eshigi unga yopiladi. Va man sama Rajaba 10 ayyamin nada munadin minas samai an sal tu'ta. Agar kimki Rajab-i Sharifdan 10 kun roza tutib olsa, samodan bir munodi unga endi Allohdan duo qil, nima istasang Alloh senga beradi degan sirga mazhar bo'ladi. Albatta ko'p zikr bilan roza tutish kerak, taqvo bilan roza tutish kerak. Rozalarni qabul bo'lmaydigan holga keltirib qo'ymaslik kerak. Mana bu yerda esa nima deyilyapti? Yana bir hadis sharifdan, bu ham sanada 5 kecha bordirki, uni aytdik. Rajab-i Sharif oyining ilk kechasida, Rajab Sharif oyining ilk kechasida, bu kechada Subhanal Hayyul Qayyum deb aytsa, Subhanal Hayyul Qayyum, Subhanal Hayyul Qayyum deb aytsa, bu zikni savobini tortadigan, o'lchaydigan, vasf qiladigan malaklar tili ojiz bo'lib qoladi, deyapti. Shunchalar katta savob olar ekan Rajab Sharifning ilk kechasida Subhanal Hayyul Qayyum zikrini ko'p aytgan kishi. Yana rivoyat qilinadi, Rajab Sharif oyining ilk kunida roza tutish 3 sanalik savobga teng, deyapti boshqa bir rivoyat.
ikkinchi kuni ro'za tutgan odam 2 sanalik, uchinchi kuni ro'za tutgan odam 1 sanalik va umumiy olarak 6 sanalik ro'zani tutgan bo'ladi deyapti. Yana bir rivoyatda aytilyapti, kim 3 oylarni ro'zasini tutsa, Rajab, Sha'ban va Ramazon. Allohumma barik lana Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon duosini har doim aytib yurish kerak. Mana shu 3 oyda ro'za tutgan odam deyapti, Alloh taoloning huzuriga ro'zasida qarzi bo'lmasdan chiqadi. Ro'za bilasiz, Ramazon oyida 30 kun ro'za farz. Ana shu farzdan hech qanaqa qarzi bo'lmasdan chiqadi deyapti. Hatto boshqa bir rivoyatda 110 kunlik ro'zani tutgan kimsa. Rajab sharifgacha 10 kun qolganida aytgan edik, 10 kun ro'zasini tuting deb. Rajab sharifgacha 10 kun va 3 oylarning ro'zasi, keyin Rajab sharifdan keyin yana 10 kun ro'za. Shunday qilib 110 kun ro'za tutgan odamni 50 sanalik gunohlari af bo'linadi deyapti. Estağfurullohal azim va atubu ilayk min jami'i ma karihalloh. Mana bu joyda esa bu ko'proq domlalarga ta'alluq etadigan tavsiyalar. Avliyoullohdan Imom Rabboniy Hazratlari aytayaptiki, talaba agar seni huzuringga kelib qolsa, Alloh menga talaba yubordi deb sevinib ketma deyapti. Nega? Agar seni qalbingga talaba keldi, endi undan menga manfaat bo'ladi deb sevinib ketsang deyapti, bu shirk va kufrdir deyapti. Nega? Chunki o'sha talabani haqqini bera olamanmi deb yig'lashing kerak, qalbingda qo'rquv bo'lishi kerak deyapti. Talaba Allohning amonati, uni haqqini bera olamanmi deb yig'lashing kerak. Buni har ota-ona o'zini farzandi haqida ham shunday o'ylashi kerak. Yana bir yerda Imom Rabboniy Hazratlari inna lish-shari'ati suratan va haqiqatan, shariatning surati bor va haqiqati bor. Fa suratuha ma takaffala bi bayaniha ulama'iz zohir va haqiqatuha ma imtaza بها الصوفية العلية بنهاية العروج السورة الشريعة إلى نهاية السلسلة الممكنات، فإن وقع سير بعد ذلك خلص سير إلى الله، سير في الله، سير عن الله بالله، سير في الأشياء مقامlar سير qilgan kishi o'sha maqomlarga ulashadi. Qaysi maqomlarga? Shariatning zohirini emas, shariatning haqiqatiga ulashadi. Shariatning zohirini o'rganib bo'lgandan keyin shariatning haqiqatiga ulashadi. Mana qarshimizdagi iborani masalan o'qib ko'raylik. Bu har domlaga ta'alluq etgan, madrasada talaba o'qitgan domlaga ta'alluq etyapti va har ota-ona o'z bolasi haqida nima o'ylash kerak. Mana meni bolam ko'payib ketdi, bolam ko'p yoki bolalarim bilan faxrlanaman, endi bu bolalar meni boqadi endi deb sevinishni o'rniga yoki mana talabam ko'payib ketdi, ana endi bu talabadan menga manfaat keladi deyishni o'rniga nima deb o'ylash kerak ekan? Ular menga Allohning amonati, ularning haqqini bera olamanmi deb o'ylash kerak ekan. Fa in vujida o'qib ko'raylik Imom Rabboniy Hazratlarining shafoatiga noil bo'lish uchun. Chunki bu Imom Rabboniy Hazratlarining so'zlari. Fa in wujidal farahu was sururu fin nafsi inda qudumil muridi. Agar murid seni dargohingga kelsa yoki talaba seni madrasangga kelsa va sen nafsingda sevinib ketsang, farahlanib ketsang, xursand bo'lib ketsang, yanbaghi an ya'taqidahu shirkan va kufron. Bu sevinishingni shirk va kufr deb bilaver. Shunday ishon, shunday qo'rq. Ichimga kufr. Nega? Chunki o'zi Allohning amonati keldi. Endi Allohning amonatiga men qanday sadoqat vafo ko'rsataman deb qo'rqishni o'rniga sevinib ketyapsan. Allohning rizosi bilan sevinishing kerak edi. Masalan, va in yatadarakahu bin nadamati val istighfari, u qalbingga kelgan sevinchni nadomat, pushaymonlik va istig'for bilan yo'q qilib tashla, o'chirib tashla.
qanchalik darajada o'chirishing kerak? Ila an la yabqa atharun min haza sururi. Mana shu sevinchingdan bir asar ham qolmasin qalbingda. Hech sevinch degan nomiga hech narsa qolmasin. Bal ila an yaji'a mahalla sururi wal farahi al khawfu wal huznu. Ya'ni seni qo'rquv, sevinchingni o'rniga seni qalbingga qo'rquv, Allohdan qo'rqish va huzn kelib qolsin seni qalbingga. Talabangni esladingmi? Qalbingga qo'rquv va huzn kelib qolsin. Allohim men qanday uni omonatini ado qilaman? Allohim degan bir huzn seni qalbingga kelsin deyapti. Yanbag'i ينبغي أن يجتنب غاية الاجتناب عن ظهور الطمع والتوقع يعني في مال المريد. Müridni molidan yoki talabaning molidan, talabadan keladigan bir manfaatni kutish, manfaatni ta'ma qilish, mana shu seni qalbingda zuhur etishidan kamoli ijtinob bilan ijtinob qil, ya'ni qattiq saqlan u narsadan. Va manafi'ihi dunyaviyati, u talabaning dunyoviy manfaatlari, ana endi u talaba kelgandan keyin uni orqasidan senga kelishi, yoki soxta shayxlar kunimizda ko'payib ketdi. Mani muridim ko'paysin deb yotishibdi. Ana shular nega murid ko'payishini istaydi? Chunki muridlari ihson qiladi-da, chunki buni shuhrati mashhur bo'lib ketadi-da. Ana shu domlalarga bir tanbeh bu endi. Manafi'id dunyaviyati, o'sha kishidan dunyoviy manfaatlar kelishidan saqlansin deyapti. Mana bu joyda aytilyapti, mana bu joydan o'qiyapmiz. وينبغي أن يجتنب غاية الاجتناب عن ظهور الطمع والتوقع في مال المريد ومنافعه الدنيوية، فإنه مانع للرشد المريد وباعث على كون الشيخ خرابا. Yani agar bir shayx, kunimizda soxta shayxlar ko'payib ketdi. O'zbekistonda tiqilib yotibdi. Turkiyada, Arabistonda, Urdun, Lubnan, hamma joyda soxta shayxlar ko'payib ketdi. Men shayxman deb Hindiston, Pokiston hamma joyda bor. Afg'oniston qo'lini o'pib pul tashlab ketayotganlarni ko'p ko'ryapsiz. Mana shularga tanbeh bu endi. Agar shayx ana shunaqa voy muridim ko'payib ketdi yoki domla madrasada talabam ko'paydi deb sevinadigan bo'lsa, talaba keldi deb mana endi mol dunyo keldi menga mana shuni orqasidan deyish. Uni orqasidan kelmaydi-da, Allohdan keladi-da mol dunyo. Go'yo o'shanga sig'inib qolgan bo'lyapti madrasadagi domla. Tushunyapsizmi? Bizga shunday dars berildi. Imom Rabboniy Hazratlari shuni aytayapti, biz ham buni o'rtaga qo'yapmiz. Mana shu haqiqatni tarqatib yuborish kerak har joyga. Shunda domlalar talabani faqatgina mulk bundan kelmaydi menga mulk Allohdan keladi deb qo'rqishi kerak. Ana shunda O'zbekistonimizda haqiqiy domlalar, haqiqiy shayx, haqiqiy muridlar paydo bo'ladi inshaallohul karim. Haqiqiy shayxdan qasdimiz murshidi komil emas. Murshidi komilni Alloh subhanahu va taoloning izni, rasulining izni, devoni solihinning izni bilan bo'ladi. Uni ham gaplashamiz birozdan keyin. Biz avliyolar ko'payib ketishi uchun duo qilyapmiz. Haqiqiy avliyolar ko'payib ketishi uchun. Bu joyda nima deyapti endi? Agar muridlarning soyasida pulim ko'payadi, talaba madrasada talabalar soyasida mashhur bo'lib ketaman, mana endi deb o'ylayotgan bo'lsang, seni eshitayotgan qancha kishi bo'lsa hammasining irshodi, ya'ni hidoyatiga mane bo'lgan bo'lasan. Qarang, shunaqa deyapti. Mani'un lirrushdil muridi. Murid, ya'ni shogird talabaning rushdiga, ya'ni ma'naviy taraqqiyotiga, hidoyatiga monedir bu. Seni bu ta'malaring, bu kutishlaring, ulardan pul keladi, tavaqqu. Ba'sun sababtur ala kavni shayx xaroban. O'sha shayx xarob bo'ladi. Xarob bo'lishdan qo'rqinglar. Mana bizni duo qilib aytadigan so'zimiz. 4 dona sayr bor. Allohga ma'naviy sayr.
Buni tasavvufiy kitoblarda yozyapti. Seyr ilalloh, ya'ni fano fillah maqomiga chiqish. Ya'ni Allohdan boshqa hamma narsani unutish. O'sha kishilar, masalan, bir kishi namozga turganida boshqa narsalar aqliga kelaveradi. O'sha kishilar esa hech qachon Allohni unutmaydi. Har doim Alloh aqliga kelib turaveradi. Aqli bir on boshqa narsaga ketib qolmaydi. Har doim Allohni o'ylab turaveradi o'sha kishilar. Seyr ilalloh deydi bunga. Seyr fillah, ya'ni fano fillahdan keyin baqo billah. Endi u kishi Allohning zotida emas, Allohning nurining tajallisiga mazhar bo'ldi. Allohning sifatlariga mazhar bo'ldi. Allohning ismlarining sirri asroriga mazhar bo'ldi. Xullas, mutu qabla an tamutu. O'sha kishining nafsi o'ldi endi. Nafsi o'lishdan oldin o'ldi. Inna lillahi inna ilayhi roji'un. Biz Alloh uchunmiz, Allohga qaytamiz. O'lishdan oldin o'sha kishi Allohga qaytdi endi. Bunga sayr fillah deb aytiladi. Sayr anillahi billah, ya'ni bu joyda turkcha yozilgan. E'larni a deb o'qiymiz, a'larni o deb o'qiymiz. Bo'ldi. Sayr anillahi billah, ya'ni endi payg'ambarning veloyatining kamoloti bor, payg'ambarning nubuvvatining kamoloti bor. Uruj bor, keyin nuzul bor. Ya'ni xalqni unutib Allohga sayr qildi, ana endi qaytadan xalqni irshodi uchun, xalqni hidoyati uchun qaytadan ruh endi xalqqa qaytadi. Qaytadan unutgan narsalarini eslaydi. Ana shunga sayr anillahi billah, Allohdan, Alloh bilan birga sayr. Masalan, bir kishini eshigini taqillatibdi, hech javob kelmabdi. Keyin bir kishida endi bir shayxni eshigini taqillatib, keyin ichiga boshini kirgizib, "Ey, kim bor? Hech kim yo'qmi?" degan ekan, "Allohumma ayya" devoribdi boyagi kishi. Nima degani? "Alloh men bilan-ku, nega hech kim yo'qmi deyapsan?" devoribdi. Oniydan. Shunga o'xshab sayr anillahi billah, Alloh bilan o'sha kishilar. Avliyo Xudo emas, Xudodan judo emas degan so'z ham bor-ku. Avliyo har doim nafsi bilan emas-da, doim Alloh bilan bo'lgan kishilardir. Sayr anillahi billah degani endi insonlarni irshod qilish uchun endi o'sha chiqqan yuksak maqomidan endi insonlarning orasiga sayr qilyapti. Bu maqom oldingidan juda ham kattaroq maqom. Ya'ni shunday sayr ilalloh va sayr fillah, bu fano fillah, baqo billah maqomlariki, u joyga chiqqan kishilar o'zini komil qildi. Ana endi murshidi komil va mukammil bo'lishi kerak. Ana endi komil avliyoni tarbiyalash uchun nuzul sodir bo'lyapti endi. Masalan, Boqibillah hazratlari 40 yoshida vafot etdi. 2000 dan ziyoda avliyoni tarbiya qildi deyilyapti bir rivoyatda. 2000 dan ziyoda avliyoni tarbiya qildi deyapti. Bugungi kunda soxta shayxlar esa hali o'zini nafsini tarbiya qilmagan. Hayot bizning zamonimizda bir kishi o'zini shayx deb e'lon qilib yordi. Bu O'zbekistonda emas. E'lon qilib yordi. Keyin o'sha kishiga telefon qildik. Dedikki, bu tashqaridan non yeyapsizmi dedik. Ha, yeyapman dedi. Ha, unda siz shayx emas ekansiz-da degan edik. Unda siz shubhali luqmalarni yeb qo'yayotgan ekansiz. Shubhali luqmani yegan kishi hatto nonni ichida o'sha xinzir deyiladi, go'sht yeyilmaydigan hayvonning qilidan narsalar qo'shilgan. Shayxingiz qanaqa edi? Siz tobe bo'lgan avliyo. U kishi shubhalarni hech yemas edi, shunaqa edi, bunaqa. Ha, siz nimaga yeyapsiz? Deyilgan paytda to'g'ri aytyapsiz deb turganida unga sig'inganlar bor-ku endi, uni soyasida kun ko'ramiz deganlar bor. Birdaniga otilib ketishdi, hayqirib, qanaqasiga sen payg'ambar sulolasidan bo'lgan odamga bu so'zni ayta olasan deb hayqirib ketishdi. Xullas o'sha mavzu to'xtadi, ular telefonni yopishdi. Ana shunda zuhurotda yoki tushtamidi, esdan chiqdi. Shunday deyildi. Bir qop-qora it ko'rsatildi. Qop-qora it. Qop-qora it. Mana hozir qaraymiz o'sha qop-qora itga. Bir qop-qora it. Qop-qora it va murshidi komili mukammal va mukammil hazratlari dediki, insonlar bir qop-qora itni orqasidan ergashsa, shunga nima deyiladi? Bo'ladimi shu deb so'radi. Buni eshitgan murid, "Yo'q, bo'lmaydi, qanday insonlar qop-qora itni orqasidan ergashadi?" deganida, "Ha, ana qaysi falon, lekin nafs ammora
nafs iti. Hali u tarbiya ko'rmadiki, u hali it. Nafs Allohning dushmani, u it hali. U hali hech qanaqa tarbiya ko'rmadiki, uni orqasidan insonlar shayx deb ergashsa degan bir tanbeh aytildi o'sha kuni. Xafa bo'lma, ya'ni sen xato ish qilmading. Haqiqatdan shayx maqomiga chiqish uchun qarang, sayr fillah, sayr ilalloh, sayr ilalloh, sayr fillah, sayr anillahi billah, sayr fil ashyo. Mana bu maqomlarni hammasini tamomlagan kishiga murshidi komil mukammal va mukammil deb aytiladi. Hasan hali tariqatga birinchi odimingni ham otmagansan. Nega? Chunki shariatni buzyapsan. Sen hali shubhaliroq taomlar yeb yuribsan. Rivoyatlarda keladiki, Balqis bilan Sulaymon alayhissalomning Nizomiy Ganjaviyning asarida edi adashmasam, Balqis bilan Sulaymon alayhissalomning o'g'li falj bo'lib yotib qoladi. Qo'li oyog'i ishlamay qoladi. Sulaymon alayhissalom bilan Balqis Allohga qattiq duo qiladi, lekin duolari qabul bo'lmayapti. Ya'ni bolasi tuzalmayapti. Shunda Jabroil alayhissalom zuhur etadi va orangizda bir-biringizga e'tirof etmagan narsangiz bor ikkingizning ham. Endi ular bilasiz, pokiza zotlar va ular biz o'ylagan gunohlarni aslo qilishmaydi. Ularning bir xatosi avloni tark deyiladi. Payg'ambarlarning xatosi zalla deyiladi. Xato ham emas, balki avlo eng yaxshisini tark. Mana to'g'ri ish bor, eng to'g'risi bor. Yaxshi ish bor, eng yaxshisi bor. O'sha eng yaxshi, eng avloni tark. Ana shunga o'xshash. Qalbiga bir zarra bir fikr kelib qolganini ikkalasi bir-biriga e'tirof etadi. Shunda Balqis e'tirof etgan paytida o'g'lining qo'llari ishlay boshlaydi. Sulaymon alayhissalom e'tirof etgan paytida oyoqlari ishlab yugurib ketadi o'g'li. Bu nima degani? Bir oilada er-xotin bo'lsin, aka-uka kim yashayotgan bo'lsa, bir-biriga har doim o'z xatolarini e'tirof etishlari kerak. E'tirof etishlari kerak. Nega? Tavba e'tirof bilan bo'ladi. Birovga qarshi xato qilgan bo'lsang, o'zingni xatoing bo'lsa, uni e'tirof etmasang ham o'zingga, Allohga e'tirof etsang bu kafi. Lekin bir-biringizning munosabatingizda bir-biringizga xato fikr o'tgan bo'lsa qalbingizdan va soira, o'shalarni e'tirof etilishi kerak. Soxta shayxlar ham insonlarga men shayxman deb yuribdi. Boshlariga Alloh saqlasin bir narsa, bir balolar kelib qolsa, yo'llarini ochilishi uchun butun men soxta shayxman deb yurganlarni hammasiga tavba qilishi kerak. Inna batisha robbika lashadid. Allohni yoqalashi, ya'ni Allohni tutib olishi, qochib ketgan o'g'rilarni qanday tutib olishadi mirshaplar. Shunga o'xshab Alloh subhanahu va taolo tashbihda xato bo'lmas. Qochib yurgan qullarni tutib olishi juda ham osondir, hattoki shiddatlidir. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Insonlar qochib yurishibdi, lekin ular hisob berish vaqtlari yaqinlashib qoldi. فإن المطلوب هناك كله الدين الخالص. talabadan, muriddan maqsad nima? Din xolisdir. ألا لله الدين خالص دين الخالص لا مجال للشركة في جناب الحضرة الإلهية بوجه من الوجوه. davom etadi. Ibora esimdan chiqib turibdi hozircha. Ya'ni yana bir oyat karimada hallana minal amri min shay'in deyapti-ku, bizga ham bu joyda manfaat, foyda bormi? Bu ish Alloh uchun qilinyapti o'zi, bizga ham foyda bormi demaslik kerak deyapti. Bittavbati val istig'for. Agar shunaqa qalbda shunaqa narsalar bo'lsa, uni tavba va istig'for bilan o'chirish tavsiya qilinyapti. Albatta bir domla masalan madrasada ishlayapti. Hattoki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va soira xalifalarga ham o'sha xalifaliklari uchun maosh tayin etilgan edi. Maosh tayin etilgan edi. Hattoki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uyidagi qozonini olib borib Baytul Molga bergan edi. Nega? Xotiniga aytdiki, sen dedi, bugungacha men eski qozonim bilan yetinib, ya'ni qanoat qilib yashayotgan edim deganida yangi qozonni berib yuborgan edi. Sen eskisi bilan yetin deb. Bilasiz, mashhur hikoya.
yoki mana Madina Munavvarada bir eshitishimizga qaraganda bir o'zbek qizi talaba bo'lgan, tasavvuf ahlining madrasasida talaba bo'lgan va haqiqatdan yaqin kishilardan eshitdim, to'g'ri hikoya bu, yashangan, talaba bo'lgan va o'sha joydagi madrasaning rahbari bilan uylangan, ya'ni turmush qurgan. Madrasaning idorachisi deyiladi, katta rahbari bilan turmush. U kishi juda boy bo'lgan. Mercedes, bir qarasang Cabriolet, bir qarasang Jeep, katta mashinalar, xullas shunaqa mashinalari bo'lgan odam bo'lgan. Lekin o'sha talaba shu qadar dunyoni tark qilganki, o'sha madrasani tamomlaganicha üzerida 2 dona qiyofatni almashtirib yashagan. Qarang. Endi eri juda ham boy, talabaga aytayaptiki, sen juda taqvoli bo'lganing uchun uylandim, yaxshi, lekin istasang senga shu joydan bir uy sotib olib beray Madinadan deganda, yo'q degan. Men Qur'on kursida yashayveraman degan. Qur'on kursida yashayveraman. Mana shu madrasa menga yetarli. Mana shu madrasada talaba bo'lib yashayveraman. Sen chaqirsang senga mehmon bo'lib boraman, boshqa paytlarda mana shu madrasada yashayveraman degan. O'sha odamni birinchi xotini ham bor bo'lgan, bolasi bo'lmagan uchun uylangan. Olim zot bo'lgan u kishi ham. Lekin talaba senga bir uy olib beray deganida, yo'q, men mana shu madrasada davom etay. Madrasadan yaxshi uy bormi? Rasulullohning Ravza-i Mutahharasining shu'balaridir bu madrasa degan. Qarang, hayotimizda ana shunchalar taqvo qiladigan odamlar bor. O'sha talaba o'zbek qizining boshida 2 dona ro'moli bo'lgan. Almashtirib yurish uchun. Birini yuvganda birini o'ragan. Mana shunaqa chiroyli oltinlar yo'q. Hech narsa olmagan. Nega? Robita tutira bilay. Hazrat ustodimiz Shayx Murshidi Komilimni topa bilay. Keyinchalik madrasani haqiqatdan takomilgacha tamomlagan, bitirgan. Eshitishimizga qaraganda uni ham o'zini darslari bor. Tushunyapsizmi? Allohu akbar va lillahil hamd. Bolalarimizga mana bu hikoyalarni tushuntirib berishimiz kerak. Bolalarimiz qanday yashashadi? Mana shu hikoyalarni bilish kerak. Qaysi hikoya? Istastaghisuna robbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Osmondan siz Allohdan yordam istagan paytingizda, ey ashabi kirom, osmondan go'yo qanotli arslonlar kabi deb o'zimiz izoh qo'shyapmiz. Shunday malaklar askarlari nozil bo'lgan va butun dushmanlarni qirib tashlagan. Masalan, hozirgi kunda ham ana shu biz musulmonlarni quroli bo'lish kerak, lekin musulmonlar buni esdan chiqardi. Endi bizga haqiqiy zikr qila oladigan, osmondan bir arslonga o'xshagan haybatli malaklarni inishi va masalan Turkistonimizni qutqarishi. Go'zal Turkiston degan Cho'lponni she'ri bor edi, bilasiz. Senga nima bo'ldi? Birlash deb aholini birlikka chaqiryapti. Aholini birlashishi uchun cho'lponlar chiqib birlash desa birlashmaydi-da. Qarang, cho'lponning birlash degan she'ri bilan aholi birlashmadi. Birlashishi uchun avliyolar chiqishi kerak. Birlashishi uchun taqvoli aholi chiqishi kerak. Birlashishi uchun butun o'zbek xalqi, qizlarimiz tezroq o'sha paranjisiga kiradimi, hijoblariga kiradimi, keng qopga o'xshagan keng narsalarga kirib olishib, erkaklarimiz taqvosi bilan hammaga ibrat bo'lish kerak. Mana vahobiy qancha yosh bolalar vahobiy bo'lib ketishyapti, qizlar, bolalar. O'shalar ibrat olishi kerak. Taqvo tasavvufda ekani, qara, tariqat ahlida ekan taqvo desin o'shalar. Masalan, biz vahobiylarga aytamizki, masalan, siz shu oyat, bu oyat dalil deyapsiz. Oyatul kursiyda la yashfa'u indahu illa bi iznih deyapti. Ya'ni Allohning izni bilan shafaat bor-ku. Shafaat degani yordam degani, bilasiz, buni hamma biladi. Sen aytyapsan, yo'q deyapsan. Bor-ku, mana oyatul kursiyda turibdi-ku deymiz. Bir, ikkinchisi, biz shuni aytamiz sizlarga. Masalan, seni otang, buni ko'p aytdik, yana aytyapmiz. Masalan, seni otang hayotda va otang senga har doim yordam qilyapti. Bir ishing chiqib qolgan, ota yordam eting, darrov kelib butun ishlaringga yordam berib ketyapti. Masalan, men kelsam senga aytsam, seni otang yo'q, o'lib ketgan, u yordam bermayapti senga desam, oyatlar aytsam, hadislar aytsam, otang o'lib ketgan desam, otangni o'lganiga va senga yordam bermaganiga oyat hadislarni dalil qilib aytsam,
Sen nima deysan? Otam mana yordam beryapti, mana kecha ham keldi, mana bolam og'rib qolgan edi, men tuzatib yubordi bolamni, otam kecha keldi yordam etdi demaysanmi? Xuddi shunga o'xshab biz ham sizga shuni aytyapmiz. Bizni vafot etib ketgan murshidi komilimiz kelyapti, qanaqa qiyinchiligimiz bo'lsa. Unga nima deysizlar? Shunga ham bir narsa aytsangizchi. Kelyapti-da, yo'q, mana bizni ko'ndirishga harakat qilasiz. Ichimizga shubha solishga harakat qilyapsiz. Qanday ichimizga shubha kirishi mumkin? Biz biiznillahi taolo Allohning izni bilan keling, bizga yordam eting. Masalan, o'zimni bolam kasal bo'lib qolganida, doktorning dorisi bilan tuzalmaganida Murshidi Komil hazratlari keldi, tashrif etdi va bolamizni qornini qo'llari bilan siypalab qo'ygan paytida boshqa qaysi kalimani qo'llanamiz, siypalab gapini boshqa o'rniga qo'llarini tekkizib shunday tabarrukan xullas shifo topdi o'sha bolamiz yoki boshqa ishlarimizda. Murshidi Komil zuhur etyapti-da, bizga bir narsalarni o'rgatyapti. Yo'q, mana bunaqa deysan, unaqa deysan deb. Qanday zuhurotda bor bo'lgan narsani yo'q deb aytamiz? Masalan, sizning domlalaringiz, ey vahobiylar, tashqaridan o'sha kolalarni ichavering degan yoki nonlarni yeb yuribsiz tashqaridan, shundaymi? Tashqaridan non yeb yuribsiz, lekin bizga Murshidi Komil hazratlari zuhur etdi va tashqaridan hech narsa yemaslikni so'yladi va hattoki barakot toyib luqmadadir dedi. Qarang, hattoki juda ko'p masalalarda endi hozir vaqtim ziq. Masalan, radu bi ayyikum ma'al khawalif va tubi ala qulubihim fahum la yafqahun oyat kalimasini so'zladi. Bu soxta shayxlarga to'xtanglar deb aytmaganlar, aholiga, domlalarga tayyor taomni yemanglar deb aytmaganlar. Ya'ni jihodi akbardan qochganlar qalbida robitasi kesilib qoladi. Bunga dalil mana shu oyat kalimadir. Tasavvufiy ta'villari bor bo'lgan tafsir kitoblariga qarasangiz buni bilib olasiz deb Murshidi Komilimiz aytdi-da bizga. Biz bo'lmasa qayerdan bilar edik? Qayerdan bilar edik? Qayerda yozib qo'yilibdi? La havla va la quvvata illa billahil aliyyil. Juda ko'p masalalar borki, Murshidi Komil hazratlari bizga zuhurotda aytayotgan bo'lsa va siz buni yo'q deb aytsangiz, sizga kelib yordam bergan otangizni inkor qilgan kishiga qarshi qanaqa ahmoqsan sen, bor ket deganingizday demaymizmi biz ham? Yo'q, bizni qalbimizga qanday qilib siz shubha kirgiza olishingizni o'ylayapsiz. Axir biz haqiqatdan bor yashangan narsalarga shohid bo'lgan kishilarmiz-ku. Ya'ni haqiqiy tasavvuf ahli shunaqa. Haqiqiy tasavvufni yashamayotganlarni endi siz balki shubhaga tushira olasiz. Chunki ular haqiqiy tasavvufni yashashmayapti. Chunki ularga Murshidi Komil hazratlari zuhur etmayapti-da. Endi Ramazon Rajab Sharif kelyapti. Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban va ballighna Ramazon degan duolarni esdan chiqarmanglar. Allohim bizni Ramazon, Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'ban, Rajab va Sha'bonda bizga barakot ilohiyni nozil qil va bizni Ramazon sharifga ulashtir degan duolarni aytib yuramiz va mana shuni iltimos duolaringizga qo'shib qo'ying. E'larni a deb o'qiymiz, a'larni o deb o'qiymiz, chunki turkcha yozdik. Sayr ilalloh, Allohga sayr, ya'ni fanofillah, ya'ni mutu qabla an tamutu, o'lmadan oldin o'lish. Buni oldin suhbatni boshida aytdik. Sayr fillah, sayr anillahi billah, sayr fil ashyo. Mana buni kim o'zbekchaga o'girib yozib qo'ysa, Alloh taolo undan rozi bo'lsin. O'zini, 7 qo'mshisini, naslarini qiyomatgacha hammasini sayr ilalloh, sayr fillah, sayr anillahi billah, sayr fil ashyo maqomlariga ajilan majjonan deysiz. Ajilan degani tezroq degani, majjonan degani juda qulay, juda osonlikcha degani. Alloh taolo ulashtirsin hammamizni, bizni va nasllarimizni, domlalarimizni, ayniqsa O'zbekistonimizdagi ahli sunnat domlalarimizni yo Rabbi sayr ilalloh, sayr fillah, sayr anillahi billah, sayr fil ashyo maqomlariga ulashtirsin Alloh subhanahu va taolo. Qaysi domlalarimizni? Said Rahmatulloh Termiziy domlani, yana kim bor? Ishoq domlani, yana kim bor? Shukrulloh domlani. Shukrulloh domla nima degan edi? Qizlaringizni anaqada o'qiting degan edi. Doktor qiling qizlaringizni degan edi. Allohu akbar. Qiz hamma bolalarini anaqa qilavermasin degan edingiz Shukrulloh domla. O'sha gapim xato ekan deb eshittirib
tushsa deb duo qilyapmiz. Hamma bolasini domla qilavermasin, biringiz bolangiz doktor qiling deyapsiz. Shunda nima bo'ladi? O'sha bola qizlar bilan aralashib o'qigani uchun yoki qiz erkaklar bilan aralashib o'qigani uchun jahannamga tayyor bo'lib turadi-da shundaymi? O'sha bola, o'sha qiz masalan shariatning surati bor, undan keyin haqiqati bor. Inna lish-shari'ati suratan va haqiqatan. Fa suratuha ma takaffala bi bayanaha ulama'uz zohir. Zohiri ulamoning o'rgatganlari bu shariatning zohiridir. Shariatning haqiqati esa fa haqiqatuha ma imtaza biha as-sufiyatul aliyatu. Ya'ni Sofiya Aliyaning ulashgan maqomlari bu shariatning haqiqati. Mana shariatning zohiri bor, botini bor, shariatning surati bor, haqiqati bor. Hatto Naqshband hazratlariga tasavvuf nima uchun kerak, tariqat nima uchun kerak degan paytlarida sen shariatda o'rgangan butun amirlar, nahiylar, mana kecha poylashdik, Telegram kanalimizda joylab qo'ydik deysiz. Telegram kanalimizda yoyinlandi. Qur'oni Karimda 6666 oyatlardan 1000 donasi amr oyatlari, 1000 donasi nahiy oyatlari, manahi, navohi deymiz, ya'ni shuni qilma degan oyatlar. Shundan saqlaning, shundan ijtinob eting degan oyatlar. Mana shu 1000 dona amr oyatlari, 1000 dona shuni qilma, man qilingan oyatlarning Robboniy ma'nolarini kashf qilish degani tasavvuf degani. Tasavvuf shuning uchun kerak debdi Naqshbandiy hazratlari qaddasallohu sirrul aziz. Masalan, aqimus solata, namoz qil deyapti. Alloh subhanahu va taolo amr qilyapti. Namoz qil degan amr bor. Namoz farzdir. Ana shu namozning robboniy haqiqatlari, ma'naviy olamdagi lavhul mahfuzdagi sir asrori senga kashf bo'ladi. Namozing meroj bo'ladi. Ana shuning uchun kerak senga tasavvuf, uruj va nuzul sayrlari. Shunda bir kishi, ayol kishi doktor bo'lib olsa, ayol kishi doktor, shukrulloh domla aytdi, haq yo'l ekan bu deb doktor bo'lib olsa, shunda bu uruj maqomlari, nuzul maqomlari, sayr ilalloh, sayr fillah, sayr anillahi billah, sayr fil ashyo maqomlariga o'sha kishini chiqishga haqqi yo'qmi shunda? U kishi chiqa olmaydimi o'sha qiz? Astagfirullohal azim va atubu ilayk. Buni ilm so'rayapti sizga domla. Mabda'iy ta'ayyun va soira, g'ayri mutanohiy taraqqiyotning g'ayri mutanohiy darajalari, madarijil kamolotga o'sha kishilar erisha olmaydimi shunda? Haqqi yo'qmi ularni? Allohning vuslati, Allohning jamoliga erishishga haqqi yo'qmi ularni? Hammaning haqqi bor. Avvalo shariat ilmini o'rganish farzdir. Doktorga borgan odam shariat ilmini o'rgana olmaydi. Birovlar aytibdi, meni qizim uni ham biladi, buni ham biladi debdi. Ikkalasini bilishi mumkin emas. Bir sohani yaxshilab o'rganib bo'lgunicha o'zi 20 yil, 30 yil o'tib ketadi o'zi bir sohani yaxshilab o'rganish uchun. Ozgina bir sahifasini yodlab olib mana biladi deyish, u shaytonning masxarasi bo'lish. Allohumma g'firli xatiyati va jahli va isrofi fi amri va ma anta alam bihi minni. Alloh subhanahu va taolo qani bir duo qilaylik, mana shu maqomlarga ojilan majjolan hammamizni erdirsin fi amanillah. Endi bir talabamiz, yana yangi ma'naviy istixborotlar, bir talabamiz demak, bir murid, bir birodarimiz tayyor taomlarni tark qilgan. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin va lamhatin va lahsatin va tarfatin yatrifu biha ahlus samawati va ahlul ard va kullu shay'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulluh. Bismillahirrohmanirrohim. Salavat sharifa bizning kanalimizda o'sha salavat sharifa bor. Telegram kanalimizda ham bu salavat sharifani o'qilishini yoyinladik. Mana shu salavat sharifani boya o'qigan duom bilan o'qigan ekan. O'ziga uyni tovoni deydi, ochiq yo'q uyni tovoni, o'sha joyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ravza-i Mutahharasidagi yashil qubba
zuhur etdi. Shundoq tepamga kelib turgan edi. Ana Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam yashil qubbasi keldi mana deb ayta olmayapman, chunki og'zimda zikr bor edi, zikrni bo'la olmayotgan edim deyapti. Shu salovat sharifani o'qigan ekan. Tabarrukan o'qiymiz. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد، وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظيم لكل موجود، صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفزني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة نور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم degan salovat sharifa. Ko'p zikr qilish kerak, ko'p har kuni tasbih namozi qiling. Agar nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, bir ilm o'rganishga harakat qiling. Allohu akbar va lillahil hamd fi amanillah. Qur'oni Karim ko'p o'qishga harakat qilish kerak. Qur'oni Karimni xatmga boshlab olish kerak. Bu kunlarda roza tutayotgan bo'lsangiz kerak. Ba'zi kishilar suv diyet qilyapman deyapti. Alloh muborak aylasin. Payg'ambarlarning yo'li, sahobalarning yo'li, sunnati nabaviyni ihyoga niyat qilib, ma'nan moddan tozalanishga niyat qilib, Allohim meni badanim shu paytgacha ko'p shubhali g'idolar yedi, endi Rajab sharifgacha men tozalanib undan keyin kiray deb niyat qilishingiz kerak. Bugunlarda o'sha rozaga boshlab yuboring. Aslida eng yaxshisi roza, chunki ham savob olasiz. Roza tutib suv diyeti qilasiz. Shunda ertalab masalan bir qoshiq zaytun yog'i, 2 qoshiq zaytun yog'i qo'shib yorsangiz, qatiq masalan, bu sizga zarar bermaydi va yashilliklar to'g'rab yuboring o'sha ovqatingizga. Uyingizda keshnich tuxumini, keshnich urug'ini, urug'i deyiladi, turkcha tuxum deyiladi. Urug'ini tuproqqa ekib, urug' ekishni hamma biladi, Allohga shukr. Ana shu uyingizda chiqib tursa, o'sha keshnich har doim kesib yeb yurasiz, juda shifo. O'z qo'lingiz bilan ekkan bo'lasiz. Naqshbandiy hazratlarining o'zini ziroati bor edi. Bismilloh bilan ekilgan, bismilloh bilan suvlangan narsa shifo bo'ladi, nur bo'ladi. Lekin buni boshqalarga maqtanib qo'ymaslik kerak, aytib qo'ymaslik kerak. Bir birodarimiz ekibdi, o'sibdi, chiqibdi, birovga men ekdim degan ekan, o'sha kuni so'lib qolibdi. Bu haqiqatan bo'lgan voqea. Oxirat so'rasangiz aynisini aytaman, chunki hadis sharifda bir ish qiladigan bo'lsang boshqa hech kimga aytma deyilyapti. Chunki hasad qiluvchi kishilar ko'pdir. Allohu akbar va lillahil hamd. O'sha ochlik qilayotgan, roza tutayotgan kishilar haftada bir marta boshida sinamaki o'ti bilan ichaklarni tozalab olish kerak. Yoki uxlashdan oldin 3 dona, 2 dona sarimsoq, nima deydi? Chesnok, sarimsoqni tish bir tishi 2 dona, 3 dona bo'lagini yeb chaynamasdan 3ga bo'lib balki yutib olsa, o'sha ichaklarni tozalab tashlaydi u ham. U sinamaki sanoq choyini ko'p ichmaslik kerak, chunki ichaklarni yuvib tashlaydi. Orada bir ichish kerak. Keyin vitamin kamayib ketmasligi uchun o'sha go'sht qaynagan, suyak qaynagan soatlarcha ichib yurish kerak. Sho'rva qachon masalan boshingiz aylanmayotgan bo'lsa, haftada bir marta ichib yurishingiz kerak. Ochliq qilayotgan kishilarga aytyapmiz buni. Boshqalar oz yeyish bilan har kasallikni davosi o'sha parhezdir. Bularni oldingi darslarimizda dalillari bilan aytdik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin va al aqibatu lil muttaqin fi amanillah.